Ozodnazar, men Sarvar Usmon. Bizni o'zi ikkita maqtanadigan narsamiz bor. Bittasi Bunyodkor stadioni, ikkinchisi Toshturma. Buni turma bilan maqtanmasa kerak endi. Yo'q, rostdan, chunki bu xalqaro darajada juda ko'p gapirilgan bu. O'sha masalan O'zbekiston delegatsiyasi biza boradigan joylarda biz 6 nimalik, haligi qirralik, hamma tomoniga quyosh tegib turadigan, kerak bo'lsa o'sha nima deydi, oftob haligi mazza qilib dam olayotgan gumondorlar tanasini qizitib ularga rohat baxsh etadigan joylar qurdik, maskanlar qurdik deb ko'p maqtangandi o'zim. O'sha Jenevada, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Xudo saqlasin, o'shanda uchrashuvlarda haqiqatan hozir Britaniyada jinoyatchilik shu qadar kattargan va qamoqxonalarga odamlar sig'may qolyapti. Shuning uchun Fransiyadan hatto ijaraga qamoqxonalar olmoqchi ekan, men hazillashib aytdim. Bizda jasliq bo'sh turibdi, shuni ola qolinglar dedim.